Ijtimoiy inspeksiyaning nogironligi bor shaxslar uchun qulay atrof-muhit yaratishdagi o'rni qanday? Ijtimoiy inspeksiya vazifalari qanday? Shaxslarning belgilangan imtiyozlardan foydalanishi. Nogironligi bor shaxslar qulay harakatlanishi uchun zarur sharoitlar yaratilganligi, jumladan bino va inshootlar, madaniy obyektlarda, chorrahalar, yer usti va yer osti piyodalar o'tish joylaridagi imkoniyatlar, transport vositalarida nogironligi bor shaxslar uchun mo'ljallangan jihozlar borligi va foydalanilayotganligi, qulay, to'siqsiz muhit yaratilishi bo'yicha vazifalarning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash. Ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatishga doir talab hamda standartlarga rioya etilishini nazorat qilish. Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga ish o'rinlarining belgilanishi va o'qish uchun kvotalar ajratilishini nazorat qilish. Shaxslarni parasport turlariga jalb qilinishini nazorat qilish. Keng jamoatchilik o'rtasida axborot tushuntirish va targ'ibot tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish. Bunda tadbirlar ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini muhofaza qilish zaruriyati, talab va shartlari to'g'risida bo'ladi. Nogironligi bor shaxslar uchun qulay va inklyuziv muhit yaratishda infratuzilma holatini yaxshilashdagi vazifalar. 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab ijtimoiy inspeksiyaga quyidagi vakolatlar berildi. O'rganish-o'tkazish davomida barcha nazorat obyektlariga moneliksiz kirish. Tashkilotlar, jamoat transport vositalarida nogironligi bor shaxslarga belgilangan sharoitlarning yaratilganligi yuzasidan o'rganish-o'tkazish. Qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida mansabdor shaxslarga yozma ogohlantirish kiritish. Vazirlik va idoralarga o'z vakolatlari doirasida bajarilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritish. 2025-yil 1-yanvardan inspeksiyaning vakolati quyidagicha kengayishi mumkin. Nogironligi bor shaxslar harakatlanishida imkoniyatlar yaratmaganligi uchun ma'muriy jazo choralarini qo'llash. Obyektlarda nogironligi bor shaxslarning harakatlanishi qulay ekanligini aniqlashda majburiy ekspertizadan o'tkazgan yoki o'tkazmaganligini tekshirish. Ekspertiza o'tkazilmagan holatlarda taqdimnoma kiritish. Inspeksiya nazorat tadbirlari o'tkazish vakolatiga egami? 2025-yil 1-yanvardan inspeksiya 24 soat ichida tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilni xabardor qilish orqali quyidagilarni nazorat qiladi. Bino va inshootlarning yo'l va yo'l obyektlari, jamoat transporti vositalari, aeroportlar, temir yo'l vokzallari. Ijtimoiy inspeksiya turar joy obyektlaridan tashqari barcha tekshirish o'tkazgan joylarida maxsus belgilar qoldiradi. Maxsus belgilar nogironligi bo'lgan shaxslarning to'siqlarsiz harakatlanishi imkoniyati mavjudligini anglatadi. Bunda obyektlarni ushbu maxsus belgilar bilan jihozlash ijtimoiy inspeksiya va uning hududiy boshqarmalari tomonidan amalga oshiriladi. Inspeksiya bilan quyidagilar orqali bog'lanishingiz mumkin. Ijtimoiy inspeksiya telefon raqami 71 kodi bilan 207 97 98. Elektron pochta manzili info_i_inspeksiya.uz. Inspeksiyaning www.ijtimoiyinspeksiya.uz sayti orqali fuqarolar onlayn taklif va shikoyatlarini bildirishlari mumkin.